Gruziyaning turizm markazi sifatida e'tirof etiladigan Batumi shahrida Yevropa kurash konfederatsiyasining navbatdagi kongressi bo'lib o'tdi. Tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Kongressda kurashni dunyo miqyosida rivojlantirish bo'yicha yangi tashabbuslar, hamkorlik yo'nalishlari va kelgusidagi musobaqalar haqida muhim qarorlar qabul qilindi. Ochilish marosimida so'zga chiqqan Gruziya hamda O'zbekiston sport vazirligi vakillari sportda yuksak maqsadlarga erishish yo'lida o'zaro hamkorlikning ahamiyatini e'tirof etishdi. Yevropa kurash konfederatsiyasining yangi yutuqlari va sport sohasidagi o'zgarishlar haqida fikr bildirildi. Ayniqsa kurashni yoshlar o'rtasida ommalashtirish va davlat darajasida qo'llab-quvvatlashga oid rejalar ham belgilandi. Shuningdek, 2026-yilda o'tkaziladigan xalqaro va mintaqaviy musobaqalar kalendari ham ko'rib chiqildi. Kongress davomida Xalqaro kurash assotsiatsiyasi va AIMS talablariga javob beradigan zarur hujjatlar ishlab chiqilishi va o'z muddatida milliy federatsiyalar tomonidan taqdim etilishi bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi. Bu talab ayniqsa Yevropa davlatlarida sport infratuzilmasini yanada rivojlantirish va musobaqalar o'tkazishda xalqaro standartlarga moslashish maqsadida qabul qilinayotganligi qayd etildi. 2027-yil Yevropa o'yinlarida ishtirok etish masalasi ham kongressning asosiy mavzuiga aylandi. O'yinlar dasturiga kurash sportini rasman kiritish yuzasidan konfederatsiya prezidenti tomonidan ma'lumotlar taqdim etildi. Kongress yakunida tashkiliy masalalar ham ko'rib chiqildi va ko'pchilik ovozni qo'lga kiritgan 9 ta davlat kurash federatsiyalari vakillari Konfederatsiya boshqaruv qo'mitasi a'zoligiga saylandi. Yevropadagi yirik kurash tadbiri doirasida Mirampi Iliades taqdirlandi. Mazkur nufuzli milliy mukofot Mirampi Iliadesning o'zbekistonlik sport rahbarlari bilan samarali hamkorligi, kurash sportini Yevropada va jahonda keng targ'ib etish, uni ommalashtirish hamda sport orqali sog'lom turmush tarzini qaror toptirish yo'lidagi xizmatlar uchun topshirildi. Отчет на выборный конгресс Европейской конфедерации «Кураж». Yevropa kurash konfederatsiyasining navbatdagi hisobot saylov yig'ilishi bo'lib o'tdi. Biz yangi ijroiya qo'mitani sayladik. Oldimizda yangi vazifalar turibdi. Batumida kurash bo'yicha Yevropa chempionati bo'lib o'tmoqda. Mazkur yirik tadbir bu yurtda birinchi marta o'tkazilmoqda. Ushbu chempionatga rekord darajada Yevropaning 25 mamlakatidan vakillar qatnashmoqda. Bu shuni anglatadiki, kurash o'zining jahon sportidagi yo'lini topdi. Endi u nafaqat Osiyoda, balki boshqa qit'alarda ham rivojlanmoqda. Men ishonamanki, yaqin orada biz sport akkord va AIMSga kiramiz. Hatto Olimpiadaga kirish ham uzoq emas. Men bunga ishonaman. Недалеко до Олимпиады. Я в этом уверен. Mazkur yirik tadbirda taklif qilingan yangi tashabbuslar nafaqat Yevropa, balki butun dunyoda kurashning yangi bosqichda rivojlanishiga yordam berishi bilan ahamiyatli.